Tug'anlar, Aravan avtosalonida 5-6 ta azir mashinalarimiz bor. Birinchi mana bu Matizdan boshlayin, anan qolgan mashinalarni ko'rsatib o'tayin. Qaylardan beri video YouTube'ga qo'yib qo'ydim. 2012-yili chiqarilgan bir объемda motor, korobka, ходовойlarida bir dela ishi yo'q. Döngölöklari 4 teng zimniy döngölök qo'yilgan. Mashinani полный jasab qo'yishganda, jasab qo'ygan. Nav nomeri qalat birok. Esida qalat nomeri. İçki salonlarını ko'rsak, ichki salonlar mana. Arqa oldi pony elektropaket, gidravlika konditsionerlari ishlaydi. 5 tipolliklar salingan. Mana chexollarni ko'rsatib qo'ying-da. Chexollarni родной chexollar top-toza turadi. 233 ming probekda. Laboylarda jaraqalari yo'q. Bahsi 350 ming so'm qo'yilyapti. Esinin nomeri 0554 menen 32 75 55 nomerda esiga buni esi nomerini qo'yib atamiz. Esiga chalib, suylashib olib ketsangiz bo'ladi. Anan qolgan mashinalarni ko'rsataylik-da. Kadrni uzbayla qo'ying. Mana Spark chiqpayli sotilib ketdi biroq. Chiqpayli sotilib ketdi. Mana Audi qancha so'm? 300 ming so'm. Mana Matiz 2000 qancha yili? 2012 mi? 2012 240 ming so'm. Kichkina suylashuv yo'llari bor. 08 объемda полный простой. Полный простой 240 ming so'm kichkina suylashuv yo'llari bor. Bularda hozir variant yo'llar dele bor. Variant yo'llar dele bor ekan akalar. Matiz 3. Matiz 3 avtomat korobkada. Avtomat korobka 2009-yili chiqarilgan. O'zbekiston variant deydi, uskiy murdavi qanday bo'ladi? O'shunday. Basiga kela turgan bo'lsak 300 qanchalik? 370 ming so'm kichkina suylashuv yo'llari bor. Mana buga kela turgan bo'lsak, mana yili qanchalik? 2012 yili, 2011 mi? 11 2011 bu 08 объемda buni yaxshi tarafi o'zi Matizlar ekonomishdi-yu. Bu gaz benziniy motorda. Motor, korobka, ходовой hech qayerda ishi yo'q. Bodriy sostenada, idealniy sostenada. Mana bu svet kichkina, mana bordoviy svet ekan deb taranib qolishyapti-da. Biroq toza Matiz minayim deganlarga o'shul Matizimiz bor. Mana Matizga kela turgan bo'lsak, bu Matizimiz 170 ming so'm kami bor. 170 ming so'm kami bor. Yili qanchalik buni? 2008 ekan. 2008 elektropaket gidravlika. Elektropaket gidravlika, korobka mexanika akalar. Aravan avtosalonda turadi. Anan hozir o Lanosimiz kelib qolgan. Hozir Lanosni ko'rdinglarmi? Arzon 135 ming so'mga Lanos kelgan. O'ta ham tozali, aqcha kerak, срочно deb kelib qoldi, chiqarib qo'ydik ele. 1.5 объемda ko'rgularda o'shani. $135 ming so'mda o'teli arzonda, o'teli arzon. 135 ming so'mga bunday toza mashinani erkakcha tavish qiyin. Erkakcha mana top-toza, bor yo'q top-toza turadi. 173 ming probekda. 173 ming probekda. Polniy shumka qilingan. Polniy to'rtoli eshiklar, orqalar polniy shumka qilingan. Xo'p, bahsini aytdim-a. 135 ming so'm kichkina suylashuv yo'llari delar bor. Tug'anlar, bu mashinalarni qaysi nomerga chalib bilamiz deganlarga 0990 menen 90 05 05 nomeriga chalamiz. Je bo'lsa, Aravan avtosaloniga kelib, ko'rib olib ketsak bo'ladi. Like, podpiska, kommentariya esdan chiqmasin. Rahmat.